Şef, yana bir bor assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, shukr. Nukusdanmisiz? Nukus Qoraqalpoq nerinden? Qo'ng'irot, Shunda qaysi 23 yildan boshlab xarid qilacaksizmi? 23 yil kenda bo'ldi harakat Kenda bo'ldi. nimaga qo'yib reklama Avvalgi 53 million qo'ydim. turiblarga oldim 55 million oldim 55 millionga 55 million 40 million haq berdim 15 million buraydan beraman deb kelishib oldim. Ha, 55 millionga. Hozir oldindan qancha? Hozir 1 million avans qilyapmiz reklama. Yerga man 39 million beraman. Bizga qayin bag'am qaytdi. O shishani 40 million bo'ladi. Qolgan 15 million pulni bir oydan ichida topib beraman deb taklif qildim. Ha. Bo'ldi, yana hozir tashlagan pullarni ko'rsatib o'tamiz. Reklamdan tashabbus qilib Hozir. Ha, chekingiz ko'rindi. Ha, 1 million so'm pul tashlabdilar. 1 million so'm pul tashlabdilar. Tamam, sizniki bo'ldi. Xudo xolasa ertaga generalniy davlistlarni yozib taqlaymiz. Keyin hamma pulni berib bo'lganingizdan keyin namoz o'tkazib beramiz, bo'ladimi? Yaxshi og'a, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nomeringizni kezib qo'yamiz ertaga. qo'ying deb aytishni unutma. Qoraqalpoqdan publikatsiya bo'lib qo'ydim. Onga xalq ko'rish uchun aydin ko'z любой joydan. Bo'ldi. Telefon qildim, o'zim ham ishni to'g'rilab turamiz. Rahmat og'ajonim, sog' bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Bizlarni xarid qilganingiz uchun mashinani katta rahmat siz ham. Rahmat, brат. Hurmatli obunachilarimiz, bugungi damasimiz Nukusda savdo bo'ldi. 1 million so'm pul tashlab berdilar. Xudo xolasa ertaga generalniy davlistlarni berib yo'lga chiqarib beramiz yoki o'zini yegandan keyin mashinani berib beramiz. Puli dollarga berildi. 39 million so'm berdi. Qonunni dollarga gaplashdik. Kim shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Diğer haftada sizlarga kelib qolamiz.